Bargli abadogiyasimiz ikkinchi qism. Osnovamizni chuqurroq tomonini tepaga qilib olamiz, sababi u yerga tosh yaxshiroq yopishishi uchun xizmat qiladi. Aytgancha similani 30 cm qilib kesib olinglar va har bitta barg o'rtasiga 2 martadan o'rab chiqinglar. Shunda ishinglar mustahkam va uzoq yilga xizmat qilishga yordam beradi. Ana endi metrajni ko'zimizni olamiz, osnovamizni boshidan oxirigacha bo'lgan qismigacha qadar o'lchab kesib olamiz. Barglarni orasida abadog oddiy bo'lib qolmasligi uchun ham yana mana shu joyga metrajni ko'z qo'yib yoramiz. Har doimgidek kles surgandan keyin askincha muddat qottirishga qo'yib qo'yamiz. Nimadir yasashinglardan oldin hamma narsani tayyor qilib yoninglarga qo'yib qo'ysanglar, esinglardan chiqib qolmaydi. Olasizlar shunday yopishtirib qo'yasizlar. O'lchab olgan metrajni ko'zimizni osnovamizga yopishtirib olamiz. Va nihoyat eng antistress qiziqarli joyiga ham yetib keldik. Bargimizning yaproqlariga kles surtib olamiz va ozgincha muddatdan so'ng toshlarimizni yopishtirishni boshlaymiz. Bu yerda men 3 talik nabor abadoga yasaganligim uchun qaysi rangni boshlashni bilmasdan attim-battim qildim va pushti rang qoldi. Endi pushti rangli toshlarimizni yopishtirib chiqamiz. Boya kesib tayyorlab qo'ygan metrajni ko'zimizni olib, abadogimizni o'rtasiga yopishtirib qo'yamiz. Oxirgi etapga keldik. Shunaqa lentani olamizda pistolet yordamida abadogimizni orqasida ko'rinib turgan simlarni yashirish maqsadida lentani yopishtirib chiqamiz. Bu ishimizni yanada chiroyli va sifatli qilib ko'rsatishga yordam beradi. Tadam, qizlarjoylar, 3 talik naborimiz tayyor bo'ldi. Men faqat sizlarga bittalik ko'rsatdim. Ikkalasi xuddi birinchi ko'rsatganimdagi bir xil. Faqat toshlari har xil. Sizlarga foydasi teggan bo'lsa, juda ham xursandman. Like va podpiska tashlab qo'yish esinglardan chiqmasin.